Assalomu alaykum qadrdonlar, navbatdagi ishlarimiz. Bu ham o'sha Sariq aka 06 Andijon viloyatidan olib kelibdilar akamiz remont qilishga. Shu ishni chiroylab remont qilib berishimiz kerak. Chiki qilib, mana yaltir qilib, xudo xohlasa mana zazorlarni keltirib, chiqib bo'lgan tepaga balandlikqa shularni to'g'rilab, sarg'ayib ketgan boshqa qo'yamiz bilan post remont. Shunaqa mana chirigan jo'tlari bor. Ko'ramiz bularni. Qanish bo'ylib qilib yo'rilgan, mana yaqindan ko'rsani o'zi bilinadi. Hatto cho'q uzoqdan qarasangiz hatto chiroyli turaveradi-da bu. Mana nechok вообще mana bijir mana nechok hattoki. Ko'rib turgan edik. Mana shu ishlar. Yo'lga ko'chib ketganlar bu mana qanday bir xunov bo'lib. Tak. Sizlar uchun yo'llanmasi. O'zga so'zlarni yerlari bor. So'zlarimiz qanaqa tish o'ragan shishga bo'lganlar bor. Ko'ramiz chaqlab. Uni temirni chiqazib, keyin kraska qilib bering deyotganlar egalari. Mana yerda bor. Laboy boshqa qo'yiladi qorasidan o'tda chizig'i borda, xudo xolasa. Mana orqa kapotni ko'rsani. Anchagina pajiq ekan. Bilmaman, endi egalariga ham aytib ko'raman, может. Alishtiramizmi, может. Ko'ryapsizlar mana setini bukilib bo'lganda. Mana shu bukilib bo'lgan mana. Bunisi bunaqa yo'riqlar bo'lmaydi. İçlere. Kirliğini falan. Oy içinden ham zanglab ketgan bu. Bana temirni chiqazing dedilar. Qayt yo'qmasa almashtirib qo'yamiz deganlar egalari. Mana pol o'zi qo'ygan ekan ustiga. Eng qizig'i mana gaz shlangi meniki. Hop. Pol qo'yilgan ekan, tagidagini olib tashamasdan qo'yish kerak. Ko'rinishda ham tamam. Tagidagi buni olib tashamayman. Shuni qo'yaverishganda, shuni olib tashlab, kesib, boshqatirib, chiroylab qo'yganda bundan yaxshi bo'lardi. Endi nimasini aytish, taglarini kras qilishimiz kerak. Qo'rani qo'raga, oqni oqqa qilib. Buni qolganini ham taglari kraska bo'lib turishi kerak. Hop. Shunaqa ishlaman desak, aka, inaki mana yerlarda mana tirnoqlari yo'q. Mana yeyib ketgan mana. Mana shunaqa narsalarni tashlashimiz kerak buni. Atak yo'q qarasangiz ishi yo'q mo'shtalar turadi-da. Meni tishu bor o'xshaydi. Ishi yo'qda turadi. Lekin ishi bor, yo'q emas. Tirnoq bor ekan, tirnoqning o'zini chiroylab raqtobga qilamiz-da. Oldi fartuqni taglari va shu o'ta xunuk ketgan. Boshqa qo'yish kerak buni. Boshqa qo'yish kerak desam, mayli qo'yaverasiz, qo'yish kerak bo'lsa. Taglarni ham chiroylab, sekin jo'tlarni sepib, oblisovkalarni boshqa qo'yamiz. Chiroyli qilib berishimiz kerak-da. Okamizga ishim ko'p degan mana chirigan jo'ti bor. Ishim ko'p. Endi kechagina Moskvich bordi qizil, o'shani berib yubordim. Desam, u dekabrda boshlaman desam, menga farq yo'q. Mana shu mashina minib yuraverasiz usta. Bo'shasangiz qilasiz deb tashlab ketdilar. Shunga endi sekin bo'shagan qo'l bo'shaganda qilamiz-da. Bunaqa kun chiqqanda 2 soat, 3 soat qilib ishlab qilamiz nazarimda.
Shunaqa gaplar qadrdonlar. Kapot ishlarini anaqa qilmaymiz. Sidinalarni ham, optushkalarni ham, bilmadim, optushkani ham o'sha men mushtam 2 daqiqa qildirib yubormoqchilar. Agar qildiraman desalar olamiz, boshqa qo'yamiz. Chunki mana tom patololar o'zi yittiq jo'ti ham bor. Shunga shunaqa qo'yib yuboramiz dedilar. Sidinalar yomon emas ekan. Tikilishi, fasoni, chiqib. Faqat mana singan joyi bor. Ko'rsizlar. Sinib ketgan spingiz. Buni remontga beramiz. Remont qilib beradi ustiga chiroylab. Ya'ni chiqolarni qaytarib o'zi kiygizadi. Atak o'shna ich yomon emas. Mana qanaqagacha bor. Ko'rsa. O'sha kostyumisi juda go'zal lekin. Cho'tkan aka. Ukamiz voyenniylar. Xalq xizmatlarini bilan shu men senga. Ukamiz voyenniylar. Bular shu xalq xizmatlari men singari. Mana. Hozir kapotning ichini ko'rsatamiz sizlarga. Mana. İçleri ham zo'r. Chiki. Hamma yoq chiroyli. Shu kapotni shitlari ham churib ketgani, kapotni ichini ham siyib qo'yish kerak, iloji yo'q. Mana motorni sexlarni bilmayman, shunday xunuk joylar bor. Shutlarni ham qo'yish kerakmi? O'zi aslida mana uni almashtirish kerak. Katta pistolet. 5-4 marta yamar buni. Sovjot qolmabdi to'g'risi gap. Bog' yomon emas, o'sha taraf yomon ketgan. Bog'lar yaxshi. Hamma yoq. Shu bir qator emas, tepa tarafini siyib boramiz. Kapot ichini ham ustini ham sepamiz. O'sha yerda shu bo'ylab qolasiz, ko'chgan joylar bor. Ya'ni pistolet bitta olamiz, qo'yamiz, bitta pistolet qo'yib olamizmi? Siz ta'batingizlar qayt yo'qmasa almashtirib o'rayling deylar. Faqat shu vaqt. Shogird beradiganlar bo'lsa, shogird o'g'illiklar bo'lsa, jiyaninglarmi? Shogirdga olamiz. Xolani bizning robotga Namangan yaqin joy bo'lsa, xolasa taraf ketib hech qachon ketsin. Xolasa qolib bir haftadan 10 kunda bir ketsin. Xudoga o'ylab bor. Bittasini joy qilib beramiz. Ya'ni o'rganish niyati, maqsadi bo'lsa demoqchiman. Ehtiyot qayerdir chala o'rganib olmay qolganlar bo'lsa, ishlaymiz. Chala biladigan bo'lsa, yana ishlaymiz. Bilim almashamiz. U bilgani men bilmayman, u bilmagani bu men bilaman. Bu hayotda men o'ta katta ustasman deb bo'lmaydi. To'g'risi gap. Chunki zo'r ko'p deganda ustasi ko'p. Hammaning o'zining taktikasi bor, stili bor, priyemi bor. Mana shunaqa. Ularga o'raydi ham yilib ketgan ishlari. Shunaqa joylarni qilib qarab berish kerak. Ularga qadrdonlar. Hadi mana eshik mana chirigan joyi bor. Mana pajajot bor yerda. Ko'ryaptimi yo'qmi? Aytayman u egalar nima bo'lsa ham shpugilib qo'z bo'lsin. Bitta ham pajaqlar, yamkalar, bamlar shart emas. Asosan shpugilib qo'z bo'lsin. Temirgacha chiqazib kras qilib bering deganlar. Shunga harakat endi. Kuzatib boringlar qadrdonlar. Mana 06 ham mana ish boshqa bo'ldi. Ko'rib turganinglar mana qanday chilib kraskani chiqazib tashladim. Temirni chiqazamiz. Temirni chiqazib chilib ish boshlab turibmiz. Xudo xolasa shunaqa gaplar. Temirni chilib tashladim. Mana kirlar uzradnoy ekan, keyin mana joylari ko'p ish bo'lib kelgan ekan. Mana kurslar qalinligini
o'zi yanish bo'lib keldi. Mana bu ishlar bo'lsa ichlar tushirib bo'lgan ekan mana. Buni yaxshi almashtirib olamiz. Dedim egalarga mayli dedilar. Bu kirloni ham almashtirib oladigan bo'libdi. O'shani shpagolofga ham endi orqa kapot uzmani etdi. Mana qan pachaq joti bor, iloji yo'q buni almashtirish kerak. Chirgan jotlari bor. Tomga ham mana temirlarni chiqazib chiqibdi mana bu yog'ini. Mana orqa eshik ham tushirib ketgan. Buni ham almashtirib olish kerak. O'zi bilmasam egalar agar rozilashsalar o'zi ko'rsatib turibman. Endi minadigan odam bo'lsa almashtirgan yaxshi, shpagolofga bo'lmaydi masalan. To'g'risi endi imkoniyati bo'lsa minaman desam 4 ta krilo, 2 ta orqa eshik, orqa kapot almashtirib olgan yaxshi dedim. Mana oldi fartu, oldi kapot ham juda chirgan ekan. Faqat tashqarisini o'zi emas, ichidan ham chirgan ekanda bu. Iloji bo'lsa kapotni almashtirish kerak endi. Bilmasam. Endi aytganman, taklif kiritdim. Endi keladiganlar mana. O'zgina kundan kelsalar ko'ramiz, maslahatlashib almashtirib olaman desalar, almashtirib olarlar. Yo'qmasam o'zini qilsa bo'lar edi. Men misol ishlayman, o'zini qilsa ham bo'ladi, faqat shpagolofga yeydi. Egalar aytdilar, shpagolofga yemasin. Pichoq qalinlikdan yesa mayli, pichoq qalinlikdan ko'p yeydigan bo'lsa kerak emas dedilar. Bu yerda yetarlicha shpagolofga-da, juda yetarlicha bu yerda shpagolofga yeydi bular. Ustiga mana chirib ketgan bu. Ozgina kundan yana chiqadi baribir chirigan narsa. O'ta qalin-da shpagolofga yeganlik. Ko'rinib turibsizlar. O'ta qalin. Shanga kelib jivoy ko'rsinlar. Videoda jo'natdim-ku, berib ko'zlar bilan ko'rsalar bilarlar nima deylar. Shunaqa gaplar, shunaqa ishlab turibmiz shuni. Oldimiz ham mana ancha hamma yog'ini yitib, yorib, o'chib tashladim. Bunaqa joylarni svarka qilib, svarqalarni joylar kirloni olib tashdimman. Kirloni olib tashlagan unaqa tishu joylar chiqibdi mana. Endi uchilit qilamizda, yordam kurash tutib ko'tarish uchun qalin istayman. 1 2 3 shular. Qo'yiladi mashinaga qalin ista. O'shandan ham mushni bo'lib ko'taradigan bo'ladi. Xo'p, mana taraf karnizni almashtiradigan bo'ldik. Chunki pajaqlari bor ekan, ancha-muncha. Shunga almashtirib yuboramiz dedilar. Mana eshigini o'zi qoladigan. 2 ta oldi eshik qolgan, hammasi boshqa bo'libdi, bor-ku. Hammasini kirlolarni yechib tashladim, hamma kirlolarni almashtiradigan olib ketdi. Mana ko'rib turganingizdek, mana eng qizig'ini orqani ochgandim, mana endi tishu joylar chiqdi. Ko'rinib turibdi. Ko'rindimi? Tishuga. Mana chirib ketibdi. Xullas shunaqa. Mana fartuga mana qarani anchagina zanglagan ekan. O'zini qilsak ham bo'laveradi. Egalarga aytsam, onasini ham so'ng olib teshani ustiga ekan, yangi qo'yib yuboramiz dedilar. O'zi bir necha marta yemab buni, unda qilingan. O'zi buni ham olib tashlaydigan bo'ldim. Shunda tirnoqlarni boshqattalab o'rnataman hammasini. Chiroylilab o'zrosi yemalgandi taglari. Fartoni. Mana lekin qaytarib chiroylab qo'yaman bo'lmasa. Mana bag'larda ham mana ko'rib turganingizdek, mana qanaqa chirgan joylar chiqib ketdi. Bukilgan joyi bor ekan, tottinim tiklandi. Bag'lari ham mana tortib, mana qilib suvarga qilib olaman orqasini, oldini. Mana ko'rib turganingizdek, mana eshik ham boshqa qo'yamiz. Bu eshik qoladi, 2 ta oldi eshik, bitta karniz qoladi. Bag'larni ham xuddi shunaqa uchilit qilish kerak, chiroylab, chutkilab, moshina qilib. Shunaqa gaplar qiladiganlar. Mana jotini buni kanashdan deb tashamizda, bu ramani boshqa qo'yamiz, bu taraf rama pishgan. Ko'rsan ahvolini juda ayanchli holda. Shunga yaxshisi alishtirib olgan yaxshi. Buni endi oxirida ustlarini hammasini aniq bo'lgandan keyin motorni olib alishtiramiz, xudo xolasa. Oldilari ham
farto'larni cho'p tashlayman mana. Chiroylab. Ko'rib turganingizdek. Tak. O'zi mana yo almashgan ekanda o'rdasi. Mana bu taraf krilo radno bo'lgan ekan, lekin u taraf krilo imon televizor almashgan ekan. Shunaqa gaplar. Tomlarni ishtiymini chiqarib qo'yganmiz. Hali buni Nulovkada Meyrojlarda bitta ish qarasak, biz yaltirab Nulovka bo'ladi inshaalloh. Shunaqa gaplar qadrdonlar. Shunaqa qilib qimillab ishlab turibmiz. Kelgan joydan olib. Bunaqa joydan suvarka qilaman, orqasini ham o'zi. Suvarka qilib yuborsam yashaydim chiroylab. Tortib turgan holatda. Shunaqa. Lekin hammasini ham qo'ysa bo'ladim, o'shni ham yorib chiqsa kerak. Mana o'ziniki. O'ziniki mana ahvol. Ko'rib turgan edi. Mana ichini ko'rsanmi? Ko'rdingmi? Qilsa bo'ladi, muammo emas. O'zi zo'rlab olinganda bu bechara. Bundan yaxshisi qo'yib yuborgan yaxshi. To'g'risi gap. Shunaqa gap qadrdonlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelasi videoda ko'rishguncha. Ham xuddi shunaqangi ag'ini singirni ekan, mana ko'tardim, mana yana ko'tarilib chiqibdi degaga qarab. Ko'rsizlar mana bu ko'rib ketibdi. Sizlar ko'rmadim sizlarga bilmadimi? Mana ham moshina qilamas. Moshina qilmasa voy. Ko'tara olmaydi bu domkratni. Chunki ichi bo'sh buni ichi. Biz buni ham ichini ustiga qilib chiqaman, Alloh xolasa. Kuzatib beringlar qadrdonlar, moshina qilamiz. Qadrdonlarni ko'rib turganidek hamma yog'ini shilib, 4 kilo yo'q boshqa qo'yamiz. Ikkita orqa eshiklar boshqa bo'ladi, oldi farto, orqa fartoni ham boshqa qo'yamiz. Qarang. Hop, mana. Voy. Bir narsani ko'rsatib o'tib ketay dedim. Domkrat bichiro'li. Hammasi zo'r. Mana. Qanaqa bo'ladi o'zingiz ko'rasiz. E'tibor berib turing. Ko'rsizlar. Yopishini ichiga kirib ketaveradi ko'tarsangiz. Bilinibdimi? Ichiga kirib ketaveradi. Voy. Ko'rdingmi?
Endi men bu yerni mushni qilaman, keyin ko'ramiz. Damkiratdi qanani. Ko'tarib bo'ldi. Hali ishim oxirigacha bitgani yo'q lekin. Ishim oxirigacha bitmay turib, shunchalik mana xohlasa mushni. 1 2 3 qavatmi, 4 qavatmi qo'ydimda. Hali ustiga buni yana qapqoq qilaman, yopaman. Mushni ustini aytmoqchiman-da, oldingi holatini qaraning, buni qarang. O'sha ozgina mehnat qildim bir kun, o'sha yana davom ettirib suvarka qilsam, inshaalloh bundan-da zo'r ishonchli bo'ladi. Kimga shunaqa shikaros bemalol murojaat qilishing mumkin. Tindirib mushni qilib suvarka beramizda. Mushni qilib ikkitani qo'ydim. Bampirdan qo'yaman-da, baqovat uncha-munchaga zanglamaydi. O'zi tegidan ham bitib qo'yamiz shunaqa qilib. Qalinga kattasida. Kengidan. Ba'di mana shu kutib olay, ishlabdilar mana edi. Ha, stopochcha. Ishlaysizmi? Tezlating. Tezlating. O'zimizdan chiqadi, xudo xolasa işte. Mana qanaqacha chiqib ketgan ekan janovar. Mana hammasi mana suvarka qilgan, lekin mastika qilmasdan bunday to'g'riganiga darrab-tanab ketibdi zanglab. Mana bu yerda ham tishu joyi mana chiqdi ko'rganingda. Baqi chiqazganman o'siret qilib. O'z belanchini o'ylab yo'qsam, mana shu uchalasini ikkita qilib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Mana shunaqa gaplar. Mana o'zi yangi qo'yilgan ekan, yangi narsa ekan. Mana shunaqa gaplar qilib qoldi. Davay, tezlash. Shunaqa qilib ishlab turibmiz. Yoki mana uni yechgandim. Qarniz etishadigan bo'lganmizda, boshqa yangi olib kelganmiz. Shuni yechsam qarani. Buni yangi qo'ygan. Hech qancha bo'lmagandi buni qo'yilganiga. Etiketga turibdi. Hech qancha bo'lmagan qo'yilganiga mashina ham qo'yib o'rmaganda. Sirazi qo'yib o'rsa bo'ladi-ya axir. Mana mana qanday bir chiroyli buni listlarda qilib qo'yamiz buni. Yo'q, hayron qilib ketasan-da. Mana o'siret qilinmagan. Shunga mana shu qalin list qo'yish kerak. Ikkita, uchta qalin list qo'ysa, shu ko'taradigan bo'ladi. Shu ham mana. Xudo senga shukr, shunaqa gaplar qadrli. Shuni bir ko'rsatib o'tib ketay dedim. Deb eshitgandim. Shuni yechsam mana ham chiqdi-da. Bu kecha bo'lgan narsa emas-da. Mana qo'ygandan keyin churib ketgan narsa emas-da. Bu mashina churgan bo'lgan, faqat parogini qo'yilgan bo'ldi-da. Shunaqa gaplar. Ulan aytganimda prujinalarni yechib oldim. Xo'p. Voy. Mashina qilsam bo'ladi-da endi. Hamma har xil. Mana joy mana mashina qilib chirgan ekan. Shu chirgan joyiga shpogolovkalar yamab qo'yilibdi, to'g'risi gap. Mana ko'rib hayron qoldim. Yaxshi emas dedim. Shpogolovkadan yamab qo'ygan ekan, lis umuman qo'yilmagan ekan. Mana hech bo'lmasa lis qo'ygan, ana keyin shpogolovkadan yamab olgan. Mana bunaqa chirgan hali uchramadi. O'ta yomon chirgan ekan o'zi ham. Bay. Shunaqa. Ana orqa polni olib tashladim. Aytgan teg qismini olib tashladim. Men buni ham yechib olmoqchi edim polni. Voy, mana yangi polda. Pollarni yechib olib keyin qo'yaman desam, bular chatoq qilgan ekan, ikkita yo'ldan kesib tashlagan ekan. Kesib tashlagandan keyin mana o'zi kichkina bo'lgan. Endi bo'lmaydi. Buni olsam, qaytib qo'yib bo'lmaydi. Shuning uchun o'zi qoladi. Qolgan holatda ishlab, tekislab to'g'irlab o'ramiz. Eskisini ko'rsataman, mana eskisini yechib oldim. Mana holatni qarang, mana eski holat. O'ta chirib ketgan bo'lgan ekan o'zi ham. Shular kesib berib tashlab, yangi qo'ysa bo'ladi, shular qilmabdi qarani. Endi mana uni yechib olaman. Mana yechib olaman ko'chirib. Energiyaga qo'yamiz. O'doy tomon bo'lgan ekan-ku. Bag'ini ham ko'rsataman, mana bu ahvoli. Voy. Bag'ini ham qarang. Bunaqa sel uchram. O'ti. Ustiga mashina ham shpogolovka emasmiki?
Chunki mana hammasi shpoilovkada, anaki mastikasi bor. Mana sizlar ekan. Loq qo'yib, mana shuncha shpoilovka ham, mashalloh. Gap yo'q. Gap yo'q. Ko'rib turganingizdek, shunaqalar ham bo'ladi. Qadrdonlar. Yoki bu ancha chiqgan şeyler ya, çırgan diyorlar çıktı. Vay. Hülles. Hadi tamam bana bunaqa sen uchiraga. Endi. Shunaqa. Voy. May. Xabarimizda endi chiroylab. Mana qadrdonlar. Kurslar bor, tishu jo'lari bor, tevalargacha. Bog'lanadi, uni bilmaymiz. Bog'lanadi. Sak. Chiqsa mana shu tagidan chiqadi. Mana. Chiqishini ko'rsizlarmi? Mana yo'sa. Shuni shumkaga yopishtirib, bekitib qo'ya qolinmanda. Mana o'yladi. Shumkaga bekitib qo'ya qolinman. Voy, qo'yish kerak. Mana yo'sa. Ko'rsizlar. Mana yoq orada bunchalik. Bunaqangi chirigalar hali uchramagan, yana qorada. To'g'risi ta'minish kerak. Bu qarada, bu yoq orada. Bunaqasi mana hali uchramagan balaki. To'g'ri ta'minish kerak. Dahshat ekan. Mana uzilib ketgan ekan qadrdonlar. Bekorga shunga qilib qo'ymoqda buni. Voy. Qarang. Xudoga shukr, yetarli darajada chirgan ekanda. Mayli endi qilamizda. To'g'risimiz bilan ishlab turibmiz sariqqa. Niyatlari chirgan jo'tlarni sekin ishlab, usilet qilib chiqibdi ona. Biz beyde to'g'risi mana bitta, ikkita, uchta, orasida bo'lgan o'sha bilan uchta. Endi bu yerga uzoq qolsa, mana yana bittasi bor. Mana qalinidan bu, parashidan emas. Buni parashi ham bu, qalini ham. Mana shuni orqali bitta buni qo'yamiz bu yerga. Xolos mana shundoq. Uni tepasiga mana buni qo'yamiz. Mana shundoq qilib. Xolos buni qo'yamiz. İnşallah yaxshi ketadi. Bana o'zi qotgandan-ki o'sha mana ovozini eshitsizlar. Jang qiladi-da. Bag'i bo'lsa bunaqa bo'lmaydi. Jang qiladi ko'rsizlar. Bunaqa ovoz chiqadi. Mana ketgan. Qo'ytiramiz, qilamiz, topamiz. Shunaqa gaplar qadrdonlar. Degan joy topib turamiz buni ham. Kuzatib boringlar. Mana olib tashladim. Endi xudo xohlasa kraska qilamiz. Pujini kraska qilamiz. Barabarni qizilga ham yog'ini sepib olamiz. Zadimosini qoraga sepamiz. Hozircha ishlarni atroflarini qo'ygan atroflarini ozmoz jo'tlarni anaqaga sepib olaman. Jigarrang kraska bor, menda ozgina bejviy kraska bo'ladi, bu sariq bo'lmaydi o'shda. O'shaning uchun buni sepaman, bitta ko'rasizlar sepganimda. Shunaqa gaplar. Endi qurisa, mastika qilaman, gravetex sep qilaman, kraska sepaman, naman bilan hammasini o'rnatib, pastga tushiramiz. Mana joylarni aytganimdan shukr bo'lganlar. Shunaqa gaplar. Qurisin ertagacha. Bunaqa qadrdonlar.
Bolalarni o'rnatib bo'lmay to'g'risiga kechirilgandan mana kraska qildim. Mana shuni oldim. Prujinani bo'yadim, buni bo'yadim, Gravetex sepdim, mastika qildim. Tevasidan kraska ham sepib qo'ydim. Mana barabarni kraska qildim. Taglarini ham ko'rib turibsizlar. Jigardan qilib qo'ydim. Zarni mustani ham chiroyli qilib. Sariq yo'qolib, sariqo'n ag'da bo'lmadi ko'rsizlar. Endi ag'larni sepamizda. Biz mana joydagilarni sepib bo'ldim. Sariq yo'qotib jigardan qilib. Turganlar. Hop. Mana endi kullarni balgon qilib, keyin qolganlarni sariqlarni yo'qotamiz. Xolos. Bag'larni ishlamayman. Bag'larni endi qilamiz biroq. Shunaqa gaplar qadrdonlar. Xudo xolasa endi eshiklarni zazorlarni keltirib, kirlarni keltirib, temirlarni keltirsak, xudo xolasa svarka ishlari bor. Shu orqachasini ham svarkasini qo'ysam, oldini singari va ba'zi ish tezlab ketadi inshaalloh kraska turib bo'lib. Shunaqa gaplar. Xo'p, mana qadrdonlar. Men temir cho'tkani tozalab, yuvib, karchirda Gravetex qildim. Gravetex qilgandan keyin kraska ham qildim. Mana shumka yopishtirdim, vegan sepib qo'ydim. Chunki mana yerdan bag'ga keyin yopishtirsa bo'laveradi. Mana qo'l kirmaydi-yu, mana joylar bekuq bo'ladi. O'shaning uchun joylarga shumka qo'ydim birinchida. Mana bunga ham shunaqa qilib. Mana yerda far to'lib ketsa, mana far to'lagan, mana. Bag'larga ham mana. Xudo xolasa endi zazorlarni keltirib, kirlarni shuni o'rniga qo'yib, svarka qilib yuborsak bo'ladi. Men temir cho'tkani tozalab, yuvib, karchirda Gravetex qildim. Gravetex qilgandan keyin kraska ham qildim. Mana shumka yopishtirdim, vegan sepib qo'ydim. Chunki mana yerdan bag'ga keyin yopishtirsa bo'laveradi. Mana qo'l kirmaydi-yu, mana joylar bekuq bo'ladi. O'shaning uchun joylarga shumka qo'ydim birinchida. Mana bunga ham shunaqa qilib. Mana yerda far to'lib ketsa, mana far to'lagan, mana. Bag'larga ham mana. Xudo xolasa endi zazorlarni keltirib, kirlarni shuni o'rniga qo'yib, svarka qilib yuborsak bo'ladi. Zalga ham do'qotmani. Hakenda shu turlar chiqdi. Bundan keyin kraska sepamiz do'qotda. Ortimizda kirlarni o'rnida, orqa eshiklar o'rnida, orqa kirlar deyarli o'rnida. Buni polni o'rnatmadim, biroz mana zazorlarni keltirdim. Bo'ldi, chunki o'zim buni qaytarib olaman, ichini chirgan joylar bor. Suvar qilishim kerak, gaz balonni o'lishim kerak. Kirlarni ham shunaqa mana tarafini keltirdim. Qaplarni bo'sh qo'ydim. Keltirdim, bo'ldi, o'zim kirlarni yechib olaman. Bag'lar ham kelgan. Murdalar o'zi kelgan. Bilsa, shunaqa gaplar qadrdonlar, shunaqa ishlar bo'lib turibdi. Xudo xolasa bo'lgan ikkita orqa kirlarni yechib, gaz balonni yechib, ichlarida anaqa joylar bor. Xunuk joylar qilib olsak, Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Bunaqangi chirganlar, bag'larda ham shunaqa chirgan joylar bor. Ular o'zi gaz balonni olsamlarki, konkret ko'rinadi. Mana pol bu yerda 2 qavat bu pol. Polni kesib olishim kerak. Yangi pol qo'ygan. Eski pol ustiga qadab borganda, o'shanga polni olib, ko'chirib olib, tagidagi eski polni ep teshab, buni chiroylab o'rnatib qo'ytirishimiz kerak. Shunaqa qadrdonlar. Mana
Tirnoqlari mana chirib yovib ketgan beligi. Boshqatdan chiroylab suvarga qilishimiz kerak. O'xshatamiz, gaz bilan olsak ko'rsatamiz. Mana qadrdonlar, nihoyat uni yuvib tashladim. Endi xudo xohlasa kraska qilamiz. Pujini kraska qilamiz. Barabarni qizilga ham yog'ini sepib olamiz. Zardimusini qoraga sepamiz. Hozircha ishlarni atroflarini qo'ygan atroflarini ozma-ozotlarni anaqaga sepib olaman. Jigarrang kraska bor, menda ozgina bejviy kraska bo'ladi, bu sariq bo'lmaydi mo'shni. O'shaning uchun buni sepaman, bitta ko'rasizlar sepganimda. Shunaqa gaplar. Endi qurisa, mastika qilaman, Gravetex sepib qilaman, kraska sepaman, namanlarni hammasini o'rnatib, pastga tushiramiz. Mana joylarni aytganimdan shukr qo'yganman. Shunaqa gaplar. Endi qurisin ertagacha. Bolalarni o'rnatib bo'lman to'g'risiga. Kechqurun mana kraska qildim, mana shuni oldim. Pujini bo'yadim, buni bo'yadim, Gravetex sepdim, mastika qildim. Tevasdan kraska ham sepib qo'ydim. Mana barabarni kraska qildim. Taglarni ham ko'rib turibsizlar. Jigardan qilib qo'ydim. Zarni mustani bo'yamiz chiroyli qilib. Sariq yo'qolib, sariq o'naqda bo'lgan ko'rsizlar. Nag'lani sepamizda, biz mana joydagilarni sepib olamiz. Sariq yo'qotib jigardan qilib. Hop. Mana endi kiloni podgon qilib, keyin qolganlarni sariqlarni yo'qotamiz. Xolos. Bog'larni ishlamayman. Bog'larni endi qilamiz biroq. Shunaqa gaplar qadrdonlar. Xudo xolasa endi eshiklarni zazurlarni keltirib, kirlarni keltirib, temirlarni keltirsak, xudo xolasa suvarka ishlari bor. Shu orqa chastini ham suvarkasini qo'ysam, oldini singari. Ba'zi ish tezlab ketadi inshaalloh, kraska kun turibdi bo'lib. Shunaqa gaplar. İçinden ham yuvamiz bunu. Onun hammasini bo'shatib tashlamiz. Onu aytganimda bo'shatib bo'sh qilib qo'yamiz. Sizlar taglariga uramani. Bir necha marta svarka bo'lganda u balkan svarka ham qo'rgan balkan. Ko'nitgan bo'lsa. Oralargacha. Mashinalargacha qo'ysin. O'shancha iloji yo'q, bosh pistoletni pastga tushirgandan keyin almashtiramiz. Xolos. Taglarini qilib, tomastik qilib olaydi. Düşürüyor tamam.
Teshuk mana lis qo'yishimiz kerak. Mana bu ham teshuk. Ko'rdingizmi? Xohlasa qoldirmaymiz inshaalloh hech qayerda. Qayerda bor hammasini yemaymiz. Qayerdan qolishamiz? Mana edi. Mana. Teshuk mana. Shunday qilib bitta lis qo'yib yuborsak, qaydir yana mashalan chiqdi, qaydandir. Qaydan u dedi. Mana edi. Mana shu yerda. Chirigan teshuk. Mesela bütün doğru bir çaresi kullanırız. Hop. Şunaka ona koyarız. Şunaka. Daha hiç kayıtta kaldırmayız. Şuna qilib chiroyli bitta qoldirma mastika qilib undan keyin Gravity Expo suyul turib uni sepaman, orqasidan suyuq qilib kraska sepib qo'yaman xudo xolisa. Suyuq qilsangiz mana oralarga kiradi kraska. Shunga suyuq qilib degan jo'dim. Shu sababdan. Tak mana oralarni teshuvni hammasini mastikada mana bekildi. Xudo xolisa. Mana qilani endi mana qilib sep qo'ygandim, rangini o'zgartiramiz deb o'yladim, mana qarang'i. Kafeni rangi. U qovushmaydi, almashtirib bo'lmasa ekan. Dokument qilish kerak ekan, dokument qilishga sal bizda muammo bo'lar ekan. Shuni o'zini rangini bo'yaydigan bo'ldik. Taglarni svarkalari, mastikalari, Gravitexlari, chuturlari, pakraskalari bo'ldi inshaalloh zo'r. Endi pastga tushiramiz, ayni bitta pistoletni almashtirishimiz kerak. Chirib ketgan shekillar. Yangi qo'yamiz, yamay qo'yib. Shunaqa gaplar. Va nihoyat mana xudo xolisa gruntovkalarni sepdik. Inshaalloh. Hop. Endi buni hop, bunaqa yerlari bor mana. Yamab, bunaqa yerlari bor mana. Paja. Bunaqa yerlari bor mana, yerlarga deydi burada. Shunaqa ishlarni mana endi bu mana kapot kursida bo'lib paja bor. Saqaman judalarni qarab. Mana ham pajalar kursida to'g'landi. Mana yerda bu mana. Shunaqalarni do'konda endi ishlayveramiz. Maqsadga muvofiq ish bo'ladi inshaalloh. Mana shunaqa gaplar, qadrdonlar. Endi yengil bir qator ustab qo'yib tashlagan. Ustani joylarga chiroylab. Kraskaga qarab ketadi-da. Xullas 2 marta gruntobka bo'ladi endi mana shu. Shunaqa gaplar. Hop, mana sarg'umusham, oltimiz mana xudo xolisa. Ikkita eshik, bitta orqa kapot. Kraska qilamiz, bog'lar hali kraska bo'lmadi endi. Endi hozir mana balkalarni qo'ydim. Mana balkalarni rama bu yog'ini balka yangi bo'ldi. Balka yangi bo'ldi. Hop, mana pistolet ramasi ham yangi bo'ldi. Xudo xolisa yaqin kunlarda bog'larni ham tezlashtirib olamiz. Bog'lar o'zi ish oz qolgan. Balonni o'rnatib oldim, balonda emasda. Balonni oldidan yechib tashladim. Hozir bo'lsa uni ikkita eshik, bitta orqa kapot kraska qilamiz xudo xolisa. Kuzatib boringlar qadrdonlar. Xudo xolisa bu kuni sepib oldik. Sariq rangimizni. Ikkita eshik, bitta kapotni sepib qo'ydim. Shunaqa qilaman shu tarzda. Xudo xolisa. Sepib ketaveramiz bog'ga. Xudo xolisa. Mana qolganiga endi oldi eshiklar svet zo'r o'zgarar. Qana bilsizlar, o'ngga qaranglar. O'ngga qarang, joylarni o'zgarishini.
Yana o'zgarish. Maşallah. Ajoyib. Bilsizlar ham o'zgardi. Fonar yo'qdi-da. Fonar o'chirdim. Maşallah. Klass. Sip qo'ydim. Kecha ikkita orqa eshik, orqa kapot sip qo'ydim. Endi ikkita oldi eshik, oldi kapot sepildi. Xudo xolasa endi bu yog'iga mo'shinaga harakat qilamiz. Shunaqa gaplar qadrdonlar. Endi mo'shinaga hujum qilamiz. Mo'shinaga bag'i hammasi tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Xo'p, endi bag'iga xudo xolasa qadrdonlar bag'i kuzib qoldi. Kuzib ishga kraska tayyorlab berish. Eshiklar, kapotlar hammasini bo'yab kraska qilib qo'ydim. Mana joylash, bugulikka germetiklar joyini tayyorlab olsam, lekin mana tom tomonda qanday mana fajr jo'q mana. Egalar ham bugulik ustab tashlaman, bugulik ustaman dedilar. Mana shu ustamasi bor, mana kursi. Mana shu bajardi, shu sababdan. Shu bajarib shu mana ko'rinib turibdi, mana shu bajar. Men bajardan chiqay deb bega xiyolini yengil ustamizlar qanday qilib ustab tashlamaymiz, xudo xolsa. Yengil bugulik ustab qo'yamiz. Hop, mashinada ham bor. Endi bilmayman, egalardan aytib qo'yaman egalarga. Xomasi o'lislar. Ko'rinibdi mana. Ishda turish kerak endi bajardan chiqadi. Iloji yo'q. Mana edi bor mana. Ish bugulik baribir istamasa iloji yo'q. Yemasam temirni chiqarib tashlagan. Temirda endi achab qo'ydim. Egalarga ham qo'yib qo'yaman. Xudo xolasa. Mana shunaqa gaplar, mana edi bor bajar. Bag'da ham, yo'q, bag'da mana ikkita yo'qolsam zo'r. Bag'da yo'qolsa mana endi zo'r ekan. Xolos. Yaxshi ekan, faqat mana yog'di mana. Mana shu yerda bor, mana shu yerda. Mana shu yerda ko'rdim, sizlar. Bilasizlar, shu yerda bor. Endi ustaman-da o'zi ishqalab. Istani joylarni belgilab, istab qo'ysam. Xudo xolasa. Kuzib tanlab olsak, bir 2 kunda, 3-4 kunda kuzib sip boramiz. Orada kutilmagandan jentra kelib qoldi. Sinfdoshimizga iltimos qilib sip ber deb turaverdi, iloji yo'q endi. Sip beradigan bo'ldim. Shunga bu biroz cho'zildi. Shunaqa gaplar qadrdonlar. Kuzatib beringlar. Mana xudo xolasa va nihoyat inshaalloh buni qolgan oyoqlarini kraska qiladiganmiz. O'zi kraska sepishga harakat qilib turgan edi. Inshaalloh sip boramiz. Bugun sip borsak, qarabsizki, yig'ib boramiz. Men aytganimda mana kirlo'lish bugunlikka bo'lmaydi. Mana qachon deyarli bo'lmaydi hisobda. Butun kursi kirlo'di, yangi zapchasi bugunlik ustamadi. Bu ham yangi zapchasi ustamadi. O'z bonaga gravetik sip boraman o'z ichlarga. Shuninglar. Shunaqa gaplar. Qadrdonlar. Yig'ish jarayoni ketib turibdi. Ko'rib turganglar, shumka, farelar, patfanlar o'rnida. Hop. Shirushkalar zamon o'rnida, ichkiga biladigan bo'ldi, orqa kapotlar ham ichlarga biladigan bo'ldi. Hop, yerga ozmo'ron shumkalar ham bo'ldi. Hozir gaz bilan qo'yishga harakat, o'shani rimlan qora kraska qilib qo'ydim. Tak, ba'zi ham ishlarga zamon o'rnab, eshiklar kalklarga biladi, ichiladi. G'alati bak o'ynalar, endi bak o'ynalarni o'rishimiz kerak zapchasi. Bu yerda egalari kelsalar bir qator zapchasi o'rishimiz kerak.
Tak moshina вообще ochilib o'ribdi bo'lgansa. Stabilizatorlarni stabilizatorlarni qo'yib qo'ydim. Stabilizator ha. Xolasa. Yo'lni butulishni o'ynaga qo'ydi mana. Shishin o'ta yupqasini berib qo'yibdi, qo'yimizda. Juda yupqasini. Bu o'ta yupqa. Bilsmanu ham o'ta bu yupqasi ekan bu. Juda yupqasi ekan, to'g'risi. Shuni ham e'tibor berish kerak ekan, qalindan olish kerak. Shunaqa gaplar. Endi har doimgi ma'lum joydan o'linmaganda, boshqa magazindan olindi. Doim mangayligi zapchast sotadigan joydagilar, do'kondagilar o'zi tavsiya qiladi. Mana bo'lmaydi, mana bo'ladi usta sizga, mana uni oling, mana uni qo'ying deydi. Shu ham bog'liq ekanda. Ko'pchilik o'ylaydi, o'zin do'koniga olib borib usta deb. Yo'q, o'zin do'koniga olib borishdan maqsad shu yaxshi narsa sotishga, yaxshi narsa olishga xolos. Tavahiliga apteka bilan ishlagan singari doktorlar bizlarning zapchast do'konlar bilan birga ishlanmaydi. Foyda qilish uchun, boshqa uchun emas. Prosta yo'qmasa olib borasiz, xotirjam almashtirib bera oladi. Bo'ldi ustaga chatoq yo'q deb. Yo'q, o'zi tavsiya qiladi, usta buni qo'ymang, bu chatoq yaxshi o'rnamaydi, yaxshi kelmaydi, odamlar qaytarib bergan deb o'zi aytadi do'konchilar. Bir dunyo zapchast ichidan endi yig'ib turibmiz, shunaqa gaplar. Yig'ish jarayoni ketib turibdi. Hozir bunga 2,5 million zapchast olib keldik kecha. Uni yangi partikalargacha qo'yamiz. Shumkalargacha qalinidan, parashidan. Xudo xolasa yig'ib olay deb turibmiz. Yangilar bu rezinkalar bo'ldi, rabochi. Yangi deganda yaxshi holatda. Apishga ham, ish apishga ham bo'ldi plastmassasidan. Bog'larni mana shumkalarni qilib turibmiz. Xudo xolasa endi pollarni ham shumkalarni qilamiz. Atib tozalab, mana orqada ham nima qildim o'zi aytib ketaman. Orqani ham bo'pladim mana. Ko'pirganlar. Mana uni ana qotirmaganman mana. Buni qilib qo'yganman ozgina chunki mana ovoz chiqmaydi, ozgina qo'yganman ovoz. Agar ularni qo'ymasam tirang degan ovoz chiqadi. Mana ular ham shunaqa. Mana ham shunaqa. Mana ovozi ancha yo'qolar ekanda, zo'r bo'lar ekan. Shunaqa gaplar, qadrdonlar. Qarasa gaz balonni qo'yaman. Gaz ballonni qo'yib plastmassa hammasini qotirsam, orqa bamper qotirsam, shu orqada ham ish tugaydi. Ichlarga patologiya tomab kirib kelganmiz. Patolonni qo'ysam, orqalar bo'y. Shunaqa gaplar. Ishlar ketib turibdi. Xudo xolasa mana oltimiz ham deyarli tayyor qoldi. Inshaalloh bugun erta tugatamiz, o'zi berib boramiz. Oxirgi marta paydalovka qilib qo'yay dedim. Bog'larni qiluvdim, uni ikkilarni o'rnatishdan oldin. Yengil bir sulo qilganman. Shunga biz yana bir sulo bir qator paydalovka qo'yamiz. Inshaalloh yaxshi ketadi, xudo xolasa. Blesklari bor, mana jivir-jivirlari ham bor. Bu jivir-jivirlar shagren deydi. Shagrenlari ham xudo xolasa yaxshi. Hop, 06 o'ynaylik, 07 bo'ldi. Bakovlarni qo'yildi. Labolar yangi, akantovkalar yangi. Hop. Nikellar polni hammasi yangi bo'ldi. 4 ta kirlo, patkirlo qo'yildi, yangi bo'ldi. Ablisovkalar yangi bo'ldi. Hop, sidinalar yangi bo'ldi mashinaga. Sidina ham qo'yildi. Sidina remont qildirib, mana torpedalar qo'yildi. Hali buni polnistali ko'chirib chiqib, mana yuvib, tozalab, xudo xolasa video qilib qo'yaman, obzor qilib, inshaalloh. Kuzatib ko'ringlar, qadrdonlar. Motorgacha remont qildirilgan. Motorlarni ham aytaman, necha pulga tushgani, qanchaga tushganini video oxirida kuzatib qo'ringlar, qadrdonlar. Xudo xolasa bugun paydalovka qilib olsam, ertaga bir tashqariga ko'chaga chiqib
Yana keyin oxirgi marta bitta video obzor qilib qo'yaman qadrdonlar. Kuzatib boringlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Podelиться qilib qo'yinglar. Telegram kanalni ochdim, qadrdonlar. Shu kanalga o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, endi kullu ishlarni qo'yib turaman qadrdonlar. Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana xudo xolasa mana nihoyat mana 16 zamoni tayyor bo'ldilar. Ancha vaqt ketdi lekin endi shuncha vaqt ichida bir nechta moshina ham chiqib ketdi, to'g'risi gap, ta'min kerak. Lekin bo'lganga yarasha xudo xolasa juda zo'r bo'ldi moshinalar. Xudo xolasa ertaga inshaalloh ertalab kelib olib ketadigan bo'lganlar egalari. Xudo xolasa ertaga olib ketadilar. Keyin diska balon almashtiradigan bo'ldilar. Qolgandan xudo xolasa diska balon almashtirib olsalar, moshina xudo xolasa hamma yoqi chiroyli bo'ldi. Juda go'zal. Juda chiroyli. Orqaga oynalarni tonirovka qildirib olsalar, to'rtta balon diskani almashtirib olsalar, monitor, magnitofonlarni qilib qo'yib chiroyli olsalar, xudo xolasa plastmassa apishkalar bo'ldi, apishkalar ham torpedalar yangi bo'ldi. Yani sepadiganlarni sepib bir qatorni qarasa yana chiroyli bo'lib qora oq bo'ladi. To'rtta kovri olsalar, o'zi kimoni tashabbegilik kattaligini qo'yib bardan qo'ysa, splashni oladi. Yana ham zo'r bo'ladi. Bilasa, ag'in endi sekin jihozlab olaylarlar. O'zi ozgina pul ketmaydi bu mashinaga, to'g'risi ham. Sidinalar ham mana ko'rib turgan edik. Juda chiroyli. Mana olti sidinani ham 950 ming ham tayyor bo'ldi. Mana podgonovlilar bilan bordi. Hozirgi vaqtda mana orqada mana podgonovligi bor. Shu sababli 50 ming qo'shilar ekan, ham 900 ming. Ishini olishgalari mana. Xolasa zo'r inshaalloh. Egalariga yo'qdi, ertaga yana kelarlar, yo'qadi inshaalloh. Maksimalni endi imkonlaringiz harakat qilib, chiroylab qilib berishga harakat qilib, chiroylab qilib tanladik. Endi har safargida insonchilik qayerdadir qo'yib ketgan bo'lsa, ko'p anaqa qo'rgan bo'lsa, biz rozimiz. Egalari ham rozi bo'lib qoladilar. Eng qizig'i motor ichini ko'rsatam. Xudoga shukr, hozir motor ichiga ham ozgina vaqt pul ketmadi. Ancha pul ketdi lekin motor ichiga. Motor o'ziga usta haqqalar bilan birgalikda, bloklari boshqa bo'ldi, nomor blok. Galopkalar almashdi, injektor bo'ldi. Bu obishni motorida. Uslinni kalta shotun qilib uslinni motor bo'ldi. 17,5 million so'm pul ketdi. Usta haqqalari o'shaniga kompyuter olgan, miya o'shalar bilan birgalikda injektor motor qilish o'ziga 17,5 million so'm pul ketgan. O'zi 4-pokoleniya bo'lgan bu. Shuni zavod qilsangiz o'zi zavod qiladi, o'zi benzindan gazga o'tadi. Egalari propan qo'yaman deganlar o'shanga tayyorlab ketibdi motor ustida. Xudo xolasa mana shu 17,5 million so'm pul ketdi motorga. O'shanda usulini motor bo'ldi, kalta shotun qilingan. Injektor motor qilishga. Shunaqa gaplar. Birodan ko'p past 2 oy vaqt ketdi. Orada puldan ham zaddeshga bo'lgan, keyin ustiga o'sha ham bor. Shunaqa. Ko'rib turganlar shunaqa holatda. Xolasi zo'r mashina inshaalloh. Yuvib tozalab, atib, vaqtda qarab yursalar ancha xizmat qiladi inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelasi videolarda ko'rishguncha obuna bo'lgan obuna bo'linglar. Qadrdonlar ishida Telegram yozib qo'yaman, gruppa bor, Telegramga kirib obuna bo'linglar. Telegramda ham kullu ishlarni joylab turaman, xudo xolasa.